Xitoy ishchi xizmatchilarining undidor uchurlarida Uyg'urcha yoziq ishlatishini chekladi. 5 yanvar ijtimoiy uchur aloqasi Twitter uchurlaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Sharq Turkistonda ishchi xizmatchilar ishlatayotgan undidor sahifasidagi do'stlar chambarikida Uyg'ur yozig'ini ishlatmaslik hamda do'stlar bilan aloqalashganda ishlatgan Uyg'urcha uchurlarning hammasini o'chirib o'tish talab qilingan. Shundaqla undidorning izlash ramka knopkasiga 1577 tiplik va 1588 tiplik Uyg'ur tili ishlatish holatlarini tekshirish sistemasini qachilash talab qilingan bir parcha uqtirish tarqatgan. Bu uqtirishda o'ttirg'a qo'yilgan talablar 2017-yil 12-oyning 30-kundan burun to'liq ijro qilinish talab qilingan. Sharq Turkistonning vaziyat ahvoli. 7 yanvar Ju familiyalik Xitoy o'zining Twitter sahifasida Sharq Turkistonning vaziyati temasida uchur yo'lladi. Uchurida o'zining bir xizmatdoshining Sharq Turkistonning Qashqarga ishlagili borganligi, xizmatdoshi ishlagan zavod dal turmaning yenda ekanligi, turmada har yili necha o'nlagan odamning hayotidan ayrilganligi, har bir odam hayotidan ayrilsa, Xitoy uning tuqqanlarini chaqirtib, o'lim sababini demasdan qo'l qo'yg'ili soldiganligi, to'pi ittirish mashinasida o'ri qo'lab jasadni ko'madiganligini, hozirgacha zavodning atrofi qabristonlik bilan to'shib ketganligi, turmada hayotidan ayrilganlarning hammasi Uyg'ur ekanligini oshkorildi. Mazkur uchirgan nurg'un kishilar inkos yozgan bo'lib, ularning ko'pinchisi Xitoy kommunistlarining bu xil ziyonkashliklariga hayron qoldigan ish emas. Xitoy kommunistlari hammani qiladigan bo'lib ketdi deganlarni bildirgan. Xitoy Sharq Turkistonda zo'r ko'lamda manevr o'tkazdi. Xinhua agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkistonda zo'r ko'lamda 5 kunlik qurolliqlarni tutish nomida manevr o'tkazishni boshladi. Xabarda 10 necha ming askar qatnashgan bu manevr Sharq Turkistonning Taklimakan qumliqi Qariqurum teg'ining qorliq dalolarida elib berilganligi xabar qilindi. Xitoy bu manevr orqali Sharq Turkistonda qatmuqat zulmda azob chekayotgan musulmonlarning qo'zg'ilib qilishidan qo'rqib, hayvi ko'rsatish hamda qo'lida pichoq-choqliq quroli bo'lmagan Uyg'urlarni xalqaro jamiyatga qurolliq, hatto terrorchi qilib ko'rsatishdan iborat razil maqsadiga yetmoqchi bo'lgan. Qozog'istonda Xitoyga qarshi kayfiyat avj olmoqda. Jamestown xalqaro tadqiqot va analiz vaqfining 8 yanvar e'lon qilgan tadqiqot maqolasida Xitoyning Sharq Turkiston xalqini xalqaroda terrorchi qilib ko'rsatish bilan bir vaqtda Sharq Turkiston xalqiga besim ishiltib, Sharq Turkistonga Xitoy ko'chmanlarini o'ltiraqlashtirishni tezlatganligi, Sharq Turkistondagi qozoqlarga assimilyatsiya qilish siyosatini elib borganligi, Xitoyning qozoqlarga qilgan yo'lsizliklarga xalqaro jamiyatdagi qozoqlar Qozog'iston hukumatidan Xitoyning qozoqlarga qilgan yo'lsizliklarga aralashishni talab qilib, Prezident Mirsulton Nazarboyevga maktub yozganligi. Mirsulton Nazarboyevning "Men Xitoyning qozoqlarga zulm qilganligini anglamadim" deb javob berish bilan birga diplomatik faoliyat orqali tekshirib javobini beradiganga va'da qilganligini. 2017-yilning oxirlarida Qozog'iston Demokratlar partiyasi mas'ullari muxbirlarni kutib olish yig'ini ochib, Sharq Turkistondagi qozoqlarga Uyg'urlarga o'xshashla Qozog'istondagi tuqqanlar bilan telefon aloqasi qilish cheklanganligi, hatto bir qism qozoqlarni Uyg'urlarni qamab zulm qilib kelayotgan atalmish tarbiyalash markazlariga qamab jazolaganligi, maxfiy sud ochib qamoq jazosi berganligini oshkorildi. Turkiya Millatchi harakat partiyasi raisi Davlat Bahçeli Sharq Turkistonliklarni unutmadi. Bugun 9 yanvar Turkiyadagi eng cho'ng o'qituvchi partiyalarning biri bo'lgan Millatchi harakat partiya raisi Davlat Bahçeli partiya guruhi yig'ilishida dunyodagi zulmda qilayotgan turkiy millatlarning ahvolini bayon qilib, turklik g'ururi, turklik his tuyg'ulari bilan kurash qilayotgan qarindoshlarimiz bizning nomusimizdir. Qashqar, Qrim, Quddus, Kerkuk, Kashmir, Siprusdagi qarindoshlarimizning yaqinda rahat va baxtga erishganini ko'ramiz dedi. Hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın, nerede hayat mücadelesi verirse versin, Türklük gurur ve şuuruyla varlıklarını sürdüren kardeşlerimiz bizim namusumuzdur, lekelenmeyecek, ötüken onuru yere düşmeyecektir. Karabağ'ın, Kaşgar'ın, Keşmir'in, Kerkük'ün, Kudüs'ün, Kıbrıs'ın,
Kırım'ın uyanış ve huzura kavuşmasını eninde sonunda göreceğiz. Gün ola harman ola, o gün hele bir gele, gözyaşları dinecek, feryatlar bıçak gibi kesilecektir.